Qishda yeyish kerak bo'lgan foydali, gücünüzə güc qoşadan salatını sizə bilan tayyorlaymiz. Tozalangan qarınni 5 saat suva solib, lavr yaprog'ini ham solib qaynatib olamiz. Pishganini vilkada ko'ramiz, bo'sh bo'ladi. Keyin mana masalliqlarini videoda ko'rsatilganidek doğrab olamiz. Gelin balam seni isterler, İsteyling bağda durun bağda. Henne ben ağam ben kuzeyim, Seyahattan bağda durun bağda. Keyin qozonga yog' solib, piyozni ko'rishdan boshlaymiz. 5 minutcha ko'rib olib, izinden qarini va qolgan mahsulotlarni solib, 1 minut ko'rib gazdan olamiz. Çölkədən çıxarılğan səbzini salamiz. Mən tayyorını işlətdim. Axırda bir kaşıq sus salamiz. Qalğan mahsulotlarni, masalliqlarni opisaniyadan chəlim getganlarni yozib qoldiraman. Bu salatni issiq vaqt yesangiz ham bo'ladi, sovuq vaqt yesangiz ham bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlar bilan Xorazmga meni bo'ldi.